O'zi nima qolib ketgan uning? Alo, ramka. 17 grammga qolib ketgan. Ya bugun ertalab to'ga ozonni bir montazga chiqmadi. Kichikroq ishi qolib ketgan bo'lsa ham mayli edi. Shundan ramka qolib ketdi. BGS 5306G o'ta sifatli qilib chiqarib qo'yish takfadan polniy transformer bo'lyapti. Buni qarang. Petlasini bagajni po'latdanmi deysiz, to'g'risi. Ruchkalari ham o'ta zo'r chiqqan, mo'shina chiqqan bu termoni vidini berib turadi. Kerak bo'lsa undan ham ko'rsatmoqchi bo'lsin. Buni qarang. Oladigan mashinalarni bemalol ko'tarib turadi. Kamida bunga 100 yilmi, 120 yilmi garantiya berib bo'ladi. Narxi ozgina balandroq bo'lishi mumkin. 120, 140 dollar atrofida chiqyapti. To'g'risini aytinglar. Sizlarga sifat muhimmi yoki narxmi? Atak bunda bemalol yasatishingiz mumkin. Kamida 100 yillik tinchlikni sotib olgan bo'lasizlar. Ligirovkasi ham umuman qochib ketmaydi buni. Maza qilasizlar. Bu yerda birlik kolonna o'yinalarini qo'yib berganmiz. Xos bo'ladi menimcha. Bu yerda maza qilib, atmosferani tomosha qilib o'tiradigan joy bo'ldi. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar keladigan bo'lsa, kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqsanglar, o'ta mo'shniy qilib, profilga yarasha qilib yasab beramiz. Namangan Akfa filialiga ham rahmat. BKS 50 profilini bizni kuttirmasdan olib kelib berishdi.